Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xo'sh, karom yetishtirish, freska F1 karomini yetishtirish navbatdagi videoni qo'yamiz. Hozir Mintali ko'chatimizda bor, bilasizlar. Shunga dori solib chiqamiz lekada. Xudo xolasa lekada slitra beryapmiz. Shu tartibda beryapmiz, bariga tekkizmay. Karomlar holati o'sha ancha qottarib qolgan. Maydalar ham bor, kattalar ham bor, aralash. Xudo xolasa o'rash jarayonida karomlar holati yaxshi, mana ko'rishinglar mumkin. Tekis tiniq turibdi. Buni o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar, arig'ini yonidagi o'tlarni tozalab chiqardik. Semiz o'tlarini yulib tozalab chiqardik. Bunga palay kichkinaroq deb slitra berishimiz kerak edi. 3-dorisida уже unga karbamid berdik slitrani o'rniga, sal yana palak otsin deb. Xudoga shukr deb ham urash jarayonini boshlayapti. Palaklari kattaroqdi. Xudo xolasa yaxshi hosil umid qilamiz bu yoqdan ham. Bunga endi keyingi safardan slitra berishni boshlaymiz, chunki birinchisida amofos, karbamid, sulfat, ikkinchisida amofos, karbamid, sulfat, kaliy ham bor edi. Kaliy qo'shilganida hammasida ikkita suvda shunaqa tartibda oziqlantirdik. Uchinchi dori karbamid bo'ldi. Uchinchi dorisi karbamid bo'ldi. Endi palagiga ishlov to'xtatilib, chunki u dorilar ancha kun ta'sir qilib turadi hali yana. Palagini o'stirib oladi. Endi slitra beramiz. Slitra ham o'stiradi, ham hosiliga yaxshi. Shunga endi slitraga o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yog'i o'sha Mintali ko'chatimiz. Boshidan beri ko'rayotganlar bo'lsa biladi. Sizlarga ekishdan xudo xolasa sotgunicha video qilib beramiz dedik. Ekishlari ko'rsatganmiz. Endi mana qarash jarayonini ham ko'rsatib boryapmiz. Xudo xolasa pishsa sotish ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa mana dorilarni sep bo'ldik. Endi suv ochamiz xudo xolasa. Xo'sh, savolingizga tushib qoldi, savollar tushmagan. Xitoy karomi ko'rsatyapsiz, karom ko'rsatyapsiz, bularni kimga sotasiz degan savol tushgan ekan. Biza asosan tuzlamachilarga sotamiz. Tuzlama qiladiganlar oladi bizdan. Keyin karom fura Rossiyaga tortib qoladigan paytlar bo'ladi. Shunaqa paytga to'g'ri kelib qolsa, juda qimmat paytga to'g'ri keladi. O'tgan yil kilosini boshida hali tuzlamachilar sentyabr boshida pishirdi. Tuzlamachilar hali boshlamadi tuzlamani. Hali massiviy boshlamadi, kam olishyotdi, massiviy boshlamadi. Shunda bozorga olib chiqib sotganmiz. Bozorda 3000 dan olib sotarga berardik. Ular 3500, 3700 o'tkazardi kilosini. 1 kilosi 3000 topshirganmiz o'tgan yil. Endi bu yil narx-navoni ko'ramiz. Karom bilan chimchini afzalligi tonna ko'p beradi. Tonna yaxshi beradi. Shuni hisobidan 2000 bo'lsa ham tonna ko'p hisobini bergan hisobidan yaxshi pul qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bu 1 2 3 4 5-dorisi ekan. Bundan keyin yana bitta, ikkita suvdan keyin yana bitta dori bersak, xudo xolasa keyin to'xtatamiz dori berishni. 6 marta dori beriladi. Oz-ozdan beramiz dorini. Unaqa bir xilla 2 marta dori beradi, ko'pdan beraveradi, unaqa bo'lmaydi. Oz-ozdan berish kerak. Tez bersa, bu o'simliklar ham hazm jarayoni bor. Bergan narsangizni hazm qiladi. Oziqlanganda hazm qilish kerak. Shunga yengil berib, ko'proq 6 marta, 7 marta bersanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qusib olish degan narsa bor. Ko'p dori bersangiz ham qotib qoladi. Anaqa kuch ko'payib ketib qotib qoladi.
Shunga mana shunaqa bo'lib berish kerak dorini. Mana ko'ribsizlar, bunaqa ko'p sepmaganmiz. Mana shu sepishda sep chiqqanmiz mana. Shu 5-dorimiz. Birinchi, ikkinchi dorimiz ko'milgan. Esinglarda bo'lsa, ikkita chetik ko'mib chiqqanmiz. U hali ham ta'sir qiladi, chunki o'tgan safar o't tuyilganimizda hali amofosni mayda erib, endi ta'sir qilayotganlari bor edi. U pishgunicha ta'sir qiladi ko'mgan doringlar. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'sh, hammanglar sog' salomat bo'linglar. Savolinglar bo'lsa bemalol yozib qoldiravering. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bilganimizga javob beramiz, bilmaganimizga uzr so'raymiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.